Qizlar, ertalabda makiyaj qilishga ulgurmadim. Hozir o'g'limni bog'chaga tashlab chiqdim. Endi makiyajni tezda qilib olmoqchiman. Faqatgina pomada qo'yib chiqqandim. Endi hozir SPF dan boshlaymiz. SPF har kuni qo'yaman, mashinamda olib yuraman. Issiq bo'lib ketgandan keyin sumchkamga solib olaman. Ketdik, shunaqa ko'rinishda Cell by Cell SPF gaz qizlar, shunaqa yaxshi ko'rdim. Qo'yamiz. Hidi ham shunaqa приятный, maza qilib ishlatasizlar. Qaranglar, o'sha qanaqa chiroyli siyanya beradi, yog'lantirib qo'ymaydi yuzda. Yonlaringlar bilan qo'yinglar. Qovoqlaringlar bilan. Men SPF qovog'imga ham qo'yaman. Endi bugun cushion emas, BB qo'yamiz. SPF qo'yib oldim. Qaranglar, qanaqa uji blesk. Juda chiroyli turadi bu SPF. BB'mi o'zimda kattasi qolmagan qizlar, hammasini sizlarga jo'natib olib, o'zimga shunaqa kichkinachasi qolibdi. Endi buni hozir ochib, yuzimizga qo'yamiz. Avaylab ishlatyapman. Tugab qolmasin deb. Shunaqa sponjik bilan qo'yamiz. Bu Cell by Cell'da o'zining sponjiki. Nalichida bor bu ham. Sponjikni yuvib solib qo'yaman doim. Endi BB-shkadan olamizda. Bu sivoritkali shunaqa yengil bo'ladi. Yuzingizda bor yo'qligi ham bilinmaydi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Endi qoshimni bo'yab olaman qizlar. Shu tenni qanchadan beri ishlataman. Shunaqa zo'r ten, magazinda bor bo'lish kerak bundan ham. Yana jo'natib qo'yaman sizlarga. Qosh qalamda bo'yasanglar to'kishi mumkin. Bu yengil bo'ladi, istoyki. Kechgacha turib beradi. Shuvashmaydi, qalin bo'lib qolmaydi, qorayib ketmaydi, nejniy turadi, bor yo'qligi ham bilinmaydi. O'zim meni qoshim terilganga o'xshab turadi, termaganman. Ingichka. Yoshligimda akam so'kib yurardi, qoshingda terib olganmisan deb. Ozgina bo'yab olsam. Mana. Hozir mana chirtalari chiqib turibdi, lekin yoyib yuboramiz ularni, bilinmay ketadi. Mana. Endi mana boshini qaranglar. Xohlasanglar tarog'ida taraversiyalar ham bo'ladi, lekin tarog'ida liniyasi u darajada o'chib ketmaydi. Endi ko'taramiz. Mana o'sha liniyasi yo'q. Men fiksator qo'ymayman, unaqa yopishib tursa menga unchalik yoqmaydi, tabiiy tursa yoqadi. Endi ko'zimizni bo'yamiz, bilasizlar, ko'zni bo'yasa ayol kishi ochiladi. Cho'tkalik qalamim ham bor, korичневый, lekin men uncha qaram qo'ymayman qoshimga, faqat ten bilan bo'yaman. Ko'zimning liniyasi bor o'zimda ko'rinib turadi. O'shandan to'g'ri chiqarsam yaxshi turadi o'zimga shu podvodka qo'yishim. Aynan o'zini liniyalarida chizaman, qoshimni ham, ko'zimni ham. Ozgina chizamiz, ko'p emas. Qo'ydik. Lady Bizda tenidan qo'yyapman qizlar. Anchadan beri buni 3 xilidan ochganman, magazinda bor nalichida. Shunaqa zo'r tenlar allergiya qilmaydi. Buni o'zini chiroyli kojinni keysi ham bor, savosiylar ichiga. Endi qo'yamiz hozir tendan. Korичневый qo'yib, ozgina bronzovый tsvetni o'rtasiga qo'yib olaman. Olive Young'dan olganman, shu kestichkalarda rosa yaxshi. Tenda olib ozgina bu yetimga ham surtib qo'yaman, korичневый tenda. Nomiga. Shunaqa ko'rinadi keyin. Qo'limda mana bronzerini olib, faqatgina o'rtasiga nomiga mana boshrog'i bilan qo'yib olaman. Endi labimni ozgina to'g'rilab olaman. Sal to'g'artirib olyapman, ko'ryapsizlar-a? Ertalab pomadani faqatgina labimni o'rtasiga surib olgandim. Labimni liniyasidan yurgizsam, labim kattaroq ko'rinadi. Tashqarisidan chizmayman, labimni o'ziga chizaman, chunki o'zi normalniy, unaqa kichkina lab emas. Ana.
Endi ozgina buni ham o'chiramiz, unaqa to'g'ri ketmaydi. Birinchi chizamiz, keyin o'chiramiz. Endi o'rtasiga shu pomadkani qo'yaman. Pomadalarim juda ham ko'p, bir 20 tacha, 20 tadan oshib ham ketdi. Lekin faqatgina bitta ikkitasi kosmetichkamga solaman. Endi podvodka, mana shu podvodka rosa yoqdi, barakali ekan, qatib qolmaydi. Magazinimizdan topsanglar bo'ladi buni ham qizlar. Koreyskiy originalniy, retseptiki. Olamiz, endi qalamda chizib olgan liniyamizni to'qartirib olamiz. Podvodka menimcha qizlarda doim ikki xil chiqsa kerak. Endi tush qo'yamiz. Tushda уже necha yildan beri Clio'ni shu tushini ishlataman. Stoyki menga oqib ketadigan tushlar yoqmaydi. Molachko bilan massировать qilib yuvganimda tushib ketsa yoqadi, o'zi oqib ketadigan tushlar yoqmaydi. Bu stoyki kechgacha turadi. Kipriklarimga MBA'da sivoritkasini qo'yyapman, ancha bilindi. Tepasiga, pastida вообще yo'q edi, pastiga ham hozir kipriklar ko'rinyapti уже. Kestichkamizni olib sal to'g'rilab olamiz endi. Tushdan keyin teggan joylarini. Ozgina blesk qo'yib olaman. Shuni kattasidan olishim kerak. Kichkinasi yoqdi. Qizlar, ayol kishi ozgina narsa qo'ysa ham go'zallashib ketadi. O'shaning uchun u xuddi zo'r qilib yaxshi mahsulotlarda makiyaj qilsanglar qarimaysizlar. Keyin kechki paytda yaxshi mahsulotlarda makiyajni o'chirsanglar yana qarimaysizlar. Bu degani makiyaj qilish insonlarni, ya'ni ayollarni qaritmaydi, faqat uni to'g'ri qilish kerak va to'g'ri yechish kerak. Va o'qituvchilar har kuni o'z vaqtida bo'lish kerak. Shunda yuz siyayishi bo'ladi. Nima qo'ysanglar ham yarashadi. Qaranglar, hozir meniki qanaqa yaltirayapti quyoshda. Shunaqa yoqadi. Bu hali yog'li yaltiramaydi, xuddiki highlighter surgandaqa highlight qiladi.